Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Rossiya hududida jang qilayotgan Ukraina kuchlari deyarli to'liq qurshab olingan. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Agentlikning xabar berishicha, gap minglab ukrainalik harbiylar haqida ketmoqda. Bu Ukraina uchun jiddiy zarba bo'ldi, chunki Kiyev mintaqadagi harbiy ishtirokini Moskva bilan ehtimoliy tinchlik muzokaralarida bosim vositasi sifatida ishlatishga umid qilgan edi, deb yozadi Reuters. Agentlikning qayd etishicha, so'nggi 3 kun ichida Ukraina qurolli kuchlarining Kurskdagi holati keskin yomonlashdi. Rossiya kuchlari hujum amaliyoti doirasida muhim hududlarni qaytarib oldi. Bu esa Ukraina kuchlarini deyarli ikkiga bo'lib, asosiy qismini ta'minot yo'llaridan uzib qo'ydi. Avvalroq Politico nashri Rossiyaning Kursk viloyatida oldinga siljishi Ukrainani qurshovga tushmasligi uchun u yerdan o'z qo'shinlarini olib chiqish haqida o'ylashga majbur qilayotgani haqida xabar bergan edi. Yaman Xusiylari yetakchisi Abdulmalik al-Xusi Isroil kemalariga hujumlarini qayta boshlash bilan tahdid qildi. Uning so'zlariga ko'ra, agar 4 kun ichida G'azoga gumanitar yordam yetkazilmasa, Xusi kuchlari qaytadan Isroil kemalarini bombardimon qilishni boshlaydi. AQSh prezidenti Donald Tramp barcha garovga olinganlarni zudlik bilan ozod qilishni talab qilmoqda va og'ir tahdid bilan chiqdi. Hali sizda imkoniyat bor ekan, yetakchilar uchun G'azoni tark etish vaqti keldi. Men G'azo xalqiga ham murojaat qilaman. Sizni ajoyib kelajak kutmoqda. Lekin agar garovdagilarni ushlab tursangiz, bu hech qachon amalga oshmaydi. Qattiq ogohlantirish. Agar buni bajarmasangiz, buni badalini do'zax bilan to'laysizlar. Garovdagilarni hoziroq ozod qiling, aks holda oqibatlari juda og'ir bo'ladi. O'ldim deyavering, aqlli qaror qabul qiling. Bekorlarni aytibsan Tramp. Trampdan shoshilin murojaat. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya rahbari Vladimir Putinga ishonishini bildirdi, ammo Rossiya Ukrainani bombardimon qilishni davom ettirayotganini ta'kidladi. Men Putinga ishonaman. Rossiya bilan munosabatlarimiz juda yaxshi, biroq hozir ular Ukrainani bombardimon qilmoqda. Ochig'ini aytganda, Ukraina bilan munosabatlar menga qiyinroq. Ularning qo'lida hech narsa yo'q, dedi Tramp. Tramp Rossiya AQShning Ukrainaga qurol va razvedka ma'lumotlarini yetkazishdagi to'xtab turishidan foydalanyaptimi degan savolga salbiy javob berdi. U har qanday odam qiladigan ishni qilmoqda. Menimcha u, ya'ni Vladimir Putin, buni to'xtatishni xohlaydi. Menimcha Ukraina ham shuni istaydi. Biz har hafta 2000 nafar yoshni yo'qotyapmiz. Bir mamlakat misolida ko'proq keksalar bor, chunki yoshlar halok bo'lgan. Uning aytishicha, har ikki tomon, Rossiya ham Ukraina ham urushni to'xtatishga tayyor. U shuningdek AQShdagi ichki vaziyatni tanqid qilib, mamlakat butunlay talon-taroj qilinganini aytdi. Ammo bu o'zgarishi va Amerika juda kuchli bo'lib qolishiga va'da berdi. Men Ukraina urushni to'xtatishni xohlayotganini yoki yo'qligini bilishim kerak. Agar ular vaziyatni hal qilishni istamasalar, biz u yerdan chiqib ketamiz. Mening ishtirokimsiz Ukrainadagi mojaroni tinch yo'l bilan hal etishning hech qanday imkoniyati bo'lmas edi, dedi Tramp. U yana qo'shimcha qildiki, agar Kiyev urushni to'xtatishga tayyor bo'lmasa, AQSh Ukrainaga ko'rsatayotgan yordamini to'xtatib qo'yishi mumkin. Yevropa ittifoqi mudofaasi AQSh yordamisiz bir necha haftaga dosh beradi. Bloomberg. Rossiya Yevropaga tahdid qilsa, AQSh yordamisiz Yevropa ittifoqi bir necha haftadan ko'p bo'lmagan muddatga o'zini himoya qila oladi. Bu haqda mudofaa manbalariga tayanib Bloomberg xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Yevropa ittifoqi mamlakatlari qo'shinlar havo hujumidan mudofaa va o'q-dorilarning jiddiy tanqisligini boshdan kechirmoqda. Qayd etilishicha, bo'shliqni to'ldirish yillarga cho'ziladi. Washingtonning qit'adagi harbiy ishtirokini biroz qisqartirishi ham Yevropaning mudofaa qobiliyatiga ta'sir qiladi. Mudofaa rasmiylarining ta'kidlashicha, Yevropaning qo'shinlari havo hujumiga qarshi mudofaasi va o'q-dorilari yetishmaydigan front chizig'i Rossiya bosqinini eng yaxshi holatda bir necha hafta davomida AQSh ishtirokisiz qaytarishga qodir, deyiladi xabarda. Manbalarga ko'ra, Ukrainada 3 yillik harbiy harakatlarga qaramasdan Yevropa ittifoqi mamlakatlarida o'q-dorilar ishlab chiqarish ko'paymagan. Bu esa Qo'shma Shtatlardan muntazam harbiy yordam xarid qilishni nazarda tutadi. Biroq yanvar oyida prezidentlikka kelganidan beri Donald Tramp Yevropa ittifoqini o'z harbiy qudratini oshirishga, jumladan harbiy xarajatlarni kamida 5% ga oshirishga chaqirgan. Nashr hisob-kitoblarga ko'ra, Qo'shma Shtatlar tomonidan taqdim etiladigan yordamni logistika va razvedkadan tortib qurol tizimlarigacha almashtirish 5 yildan ko'proq vaqtni olishi mumkin. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6-mart kuni Bryusselda bo'lib o'tgan
Ukraina bo'yicha Yevropa ittifoqining maxsus sammiti oldidan Polsha bosh vaziri Donald Tusk Yevropa Ukraina tomonida bo'lishini va prezident Donald Tramp AQSh siyosatini bekor qilgan dunyoda mudofaa uchun ko'proq mablag' sarflashini aytgandi. Suriyada Asad tarafdorlari va yangi hukumat kuchlari o'rtasida qonli janglar boshlandi. Yangi Suriya hukumatining xavfsizlik kuchlari ag'darilgan prezident Bashar Asad tarafdorlari bilan shiddatli janglarga kirishdi. Bu haqda Suriya inson huquqlarini kuzatish markaziga tayanib BBC xabar bermoqda. Qayd etilishicha, to'qnashuvlar oqibatida 70 dan ortiq kishi halok bo'lgan. Rossiya harbiy bazalari joylashgan Latakiya va Tartus shaharlarida janglar sababli komendantlik soati joriy etilgan. Halok bo'lganlar orasida hukumat qo'shinlarining 35 nafar askari, Asad tarafdorlarining 32 nafari va 4 nafar tinch aholi vakili bor. So'xri ma'lumotiga ko'ra, yana o'nlab odamlar yaralangan yoki asirga olingan. Shoshilinch yordam shifokorlarini ham nishonga olgan tartibsiz o'q uzishlar Asad rejimi usullarini eslatmoqda, deydi nashr manbalari. Suriya Mudofaa vazirligi ushbu voqealarga javoban sobiq prezident tarafdorlari uchun ogohlantirish e'lon qilgan. Minglab odamlar allaqachon qurolini tashlab oilasiga qaytdi, ammo hanuz qochib qotillar va jinoyatchilarni himoya qilib halok bo'lishni afzal bilayotganlar bor. Ularda tanlov bor. Taslim bo'lish yoki muqarrar qismatini qarshilash, dedi ommaviy axborot vositalari orqali chiqish qilgan polkovnik Hasan Abdulg'ani. Eslatib o'tamiz, avvalroq Suriya yangi hukumatining xavfsizlik xizmati xodimlaridan kamida 13 nafari sobiq prezident Bashar Asad tarafdorlari va qo'shinlari bilan to'qnashuvlar oqibatida halok bo'lgani xabar qilingandi. To'qnashuvlar Suriya g'arbidagi Jabla shahrida sodir bo'lgan. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.